Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sara kitoblarimizni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz Ashurali Jo'rayevning Konvert odam kitobidir. Taniqli ijodkor Ashurali Jo'rayevning mazkur to'plamidan o'rin olgan Konvert odam feleton qissasida sobiq sho'ro zamonida bo'lib o'tgan g'aroyib voqealar, ko'z ko'rib quloq eshitmagan g'alati hangomalar tilga olinadi. Uning hikoyalarida esa zamondoshlarimizning turfa xil xarakterlari yorqin bo'yoqlarda lo'nda va ixcham tasvirlab berilgan. Aziz kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.